Assalomu alaykum hamma moshlar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Mana biz mosh olishni boshlaganmiz. Xudo xolasa Aljon akamlar bilan yetyapmiz. Dehqonlar uyda 4 tonna, 5 tonna moshlar bor ekan. O'shani olgani ketyapmiz nasibsa. Aloqaga chiqasizlar. Nomerlar qoldiramiz videoning tagida. Xudo xolasa yaxshi narxlarda olib zavodga olib kelsanglar ham bo'ladi, xohlasanglar mana biz o'zimiz ham olib kelaveramiz. Assalomu alaykum hamma moshchilar. Mana Abdulqosim akamiz bizdan o'zimizdan urug' olib ketishgan ekanlar, mosh urug'i. Birinchi urug' olib kelgan, urug'imizdan hosil olib kelgan inson bo'ladilar. Zavodimizga birinchi kirgan inson bo'ladilar. Bu yilgi sezon bo'yicha 2025-yilning sezoni bo'yicha o'zlariga beramiz so'z navbatini. Mana Xudo xolasa o'tgan yili bu yil olib ketdik moshimizni, mana shu yigitimizdan mosh sinig'i deyarli yo'q, yaxshi chiqdi. Mana moshlarim o'tgan yilga nisbatan mosh sinig'i deyarli yo'q. Mosh urug' barakali bo'ldi, yaxshi oldik. Mosh Xudoga shukr, bu yil moshimiz yaxshi chiqdi. Necha kunda tayyor bo'ldi aka aytganimizdek? 70 kunlik devdi, men 80 kunga bormas karchopka qildim. Karchopkasini ham boyadi bir hafta yetiltirib, Xudo xolasa mana bugun kombaydan chiqardik, Viktordan. Xudo xolasa moshimiz yomon emas, yaxshi. Xudo xolasa rozisiz o'zidan mosh olganingizdan. Mana mosh holati bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bir xil puchlari juda kam, deyarli yo'q desa ham bo'ladi. Sinig'i ham 2-3%. Juda kam miqdorda sinig'i. Endi akamiz birinchi mijoz bo'lganlar uchun xudo xolasa bularga yaxshi bir bonus bor akamizga. Akamizning dillaridan chiqqan songa o'sha nechinchi navbatdagi odamga bonus chiqazib berishimiz ham aka yetarli. Nechinchi navbatdagi odamga bonus chiqazib beraylik. 16-chi bo'lib kelganga bonus qilib bersangiz, men niyat 16da. Bo'ldi aka. 16-chi bo'lib bizani zavodimizga 16-ochratda kirgan odamga xudo xolasa yana bitta bonus chiqazib beramiz. Aka, sog' bo'ling. Xirmonga baraka. Xirmonlaringga baraka bersin. Yaxshi bo'ldi. Yaxshilik ham bo'laversin, lekin moshga gap yo'q. Mosh zo'r. Baraka topganmisiz bu? Rahmat aka, sog' bo'ling. Murod aka mana siznikini boshlaganmiz hozir. Sezonni birinchi konteynerlari ketyapti. Xudo xolasa sezonimizda mana boshlanganiga 10 kun bo'lgan. 10 kunda ketdi mana ikkinchi konteynerlarimiz. Hali xudo xolasa yana konteynerga kelish kerak.
Bunaqani to'shab yuborish kerak. O'sha daftaringlarda turgan bo'ladi, haqiqatdan. Oh. Yo'q-da, og'a. Qancha vaqtda bo'ladi uni? O'chib qachon? Bayram